Agar siz kimdandir xafa bo'lgan bo'lsangiz va u odamni kechira olmayotgan bo'lsangiz, sizga hozir oson yo'lini o'rgataman. Bu o'sha odamni oqlashdir. Ya'ni yoshlik qilib qo'ygan, bilmasdan gapirib qo'ydi, tushunmagandan qildi deb o'sha odamni oqlashga harakat qilsangiz, bu kechirish oson bo'ladi. Agar kechirmasak, bizni o'sha ichimizda yillar davomida ildiz otib ketgan xafagarchilik, alam, nafrat bilan yursak, bu o'zimizga yomon. Ya'ni ishimiz rivojlanmaydi, energiyamiz faqat shu narsa, miyamiz shu bilan band bo'ladi deb oldinga qarab rivojlana olmaymiz. Qo'limiz ishga bormaydi, yangi narsa qila olmaymiz va hayotimizda, munosabatlarimizda va asosan sog'lig'imizda bu salbiy natijalarga olib keladi. Psixosomatika to'g'risida ko'p gapiraman. Bizlarning ichimizda o'sha xafagarchilik, o'sha alamlarimiz organizmimizda kasallik keltirib chiqaradi. Ya'ni bu xavfli rak, saraton, o'sha onkologik kasalliklarni olib keladi. Agar kechirib yuborsak, bu juda ham savob bo'ladi. Kechirimli bo'lish bu har bir musulmon uchun xosdir. Kimdandir jahlingiz chiqqan yoki xafa bo'lib qolgan bo'lsangiz, hoziroq u odamni kechiringlar va yarashishga harakat qilinglar.